Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli maxsus profilaktik reyd tadbirlari davomida jamoat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olish hamda yo'l harakati qoidalariga rioya etilishini qat'iy nazorat qilish maqsadida tungi vaqtlarda maxsus profilaktik reyd tadbirlari olib borilmoqda. Reydlar davomida haydovchilar va yo'l harakatining boshqa ishtirokchilari tomonidan qonunchilik talablariga rioya qilinishi qat'iy nazorat qilinib, aniqlangan qoidabuzarliklar yuzasidan belgilangan tartibda choralar ko'rilmoqda. Iqbol ko'chasida tungi reydlar mobaynida davlat raqami belgisi 85F552PA bo'lgan qora Gentra transport vositasi to'xtatilib tekshirilganda haydovchi sifatida kelayotgan Omonov Bekzod Akmal o'g'lining haydovchilik guvohnomasi mavjud emasligi aniqlandi. Holat yuzasidan tegishli tartibda elektron ma'muriy bayonnoma imzolanib, transport vositasi vaqtinchalik saqlash uchun jarima maydoniga olib ketilmoqda. Men organdagi xodimlarimiz meni ko'chada ushlab olishdi, qonun doirasida chora ko'rishdi va menga tushuntirishdiki, pravasiz mana haydovchilik guvohnomasi mashinani haydamaslik kerakligini. Mana menda ataylab qo'yganim yo'q, ma'lum bir sababga ko'ra haydab chiqqandim. Baribir qoida hamma uchun bir xil. Hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidasining 134-bandini buzyapsiz. Ya'ni sutkaning qorong'u vaqtida asl yo'qotilganda qat'iy nazar, yaqinni yoritish moslamalaridan foydalanish shart. Mana yaqinni yoritmasdan kelyapsiz. Mana yaqinni yoritish moslamalaridan foydalanish kerak. Sizga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi. Hujjatlar joyidami? Hujjatlar joyida. Mashina mana qidiruv beryapti. Qarzdorlik bor ekan. Shu bo'yicha jarima maydoniga qo'yib turamiz mashinani. Haydovchi Toshkent shahri Yashnobod tumani Farg'ona yo'li ko'chasida to'xtatilib Nexia 3 davlat raqami 01X042XX avtolovi to'xtatilib tekshirilganda avtolovni boshqarib kelayotgan fuqaro haydovchilik guvohnomasiga ega emasligi aniqlandi. Holat yuzasidan bayonnoma tuzildi. Avtolov vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtiriladi. Fuqarolardan yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilish, o'zaro hurmat va mas'uliyatni saqlagan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Maxsus profilaktik reyd tadbirlari poytaxtimiz bo'ylab davom etmoqda.